Qo'y buni, qachongacha buni qora mehnatga ishlab yuramiz. Men charchadim. O'zi ishlagim kelmayapti meni вообще. Qo'ysangchi Abduqodir, menga ham yoqayotgani yo'q mana shu ishlar. Bundan ko'ra ish tezroq tugatib, pulimizni olib ketaylik. Yur o'rtoq. Вообще jonimga tegdi shunaqa ishlash bor-ku. Xo'jayin material chiqarib o'rgan. Men oshig'i bilan aytganman. Hozir aytgan material yo'lda kelyapti. Ana oshiqchasini 1-2 simsoqqa qo'yamiz. Sen bilan men shunaqa yuravermaymiz-ku. Yo o'rtoq, g'alati-yu, o'g'irlik qoladi u. Boyga balo uradimi? Nima sherik bo'lmaysanmi? Senga ham pul kerak, menga ham pul kerak. Короче, hech kimga hech narsa dema. Xo'jayin ham bilmasa, men o'zim chiroyli chiqarib beraman. Xo'p? Ustalaringdan xabar olib keldim. Osh-ovqatini berdim. Lekin bitta narsa, ishonchli bolalarmidi? Ishonchli bolalar o'rtoq, nimaga tinchlikmi o'zi? Men chiqib ketishim bilan bolalaring tipirchilab qoldi. Tezroq ber, Hasan. Bolalar aka, haydavering. Rahmat. Savob kelgan materiallarni mashinaga ortishayotgan ekan. O'shani senga aytib qo'ydim. Ko'ngil xotirjam qur, hali ko'rishamiz, o'tib kelaman. Aka, xudo xolisa yaxshi. Chiroyli chiqayotgan ekan. Hammasi chotga xo'jayin, gap yo'q. Materialdan kamchilik yo'qmi? Yo'q, hammasi joyida. Materiallar yetarli. Xudo xolisa erta ishni bitirib ketamiz. Bo'ldi, unda rasho tiqib ketiraman. Ma'lum. Ham kelishganimiz. Oshig'i bilan. Baraka toping. Men roziman. Faqat haqqimiz bir-birimizga o'tib ketmagan bo'lsa. Sog' bo'ling. Menga qara. Sindoshlarni aytganmisan to'yga? Aytgan edim, aka. Bilmayman, kelishmadimi? Mashina kelgan, hamma narsa tayyor ukam, lekin sindoshlarning ko'rinmayapti. 5 minutdan keyin yuramiz deyishyapti. Menga qaralaring, bugun Anvarning to'yi ekan. To'yga bormaymizmi? O'rtoq, sen to'yingga boruvdimi? Yo'q, bormagan. Men to'y anasini berib ketib qolgan, kelmagan to'yimga. Menga to'yini bermagan o'rtoq. O'zi hech kimni to'yiga ham kelmaganda-ku. Bo'pti, ketdi. Notbetga borib ovqatlanamiz. Go'shtli narsa yeylik, ketdi. Aytgancha menga qarang, aka. Rostdan ham bitta sindoshim kelmadimi? Ha, ukam, oqibati kuchli bo'lgan ekanda o'tirib ketdi. Ozgina oshna og'ayni to'yga ham borib turish kerak-da. Ha, Anvar. Ye? Bilsang bilarsan, kelmaydi deb o'ylavdim, sen uchun kelmadi. Kelin tarafda yonida uyalib qolmagan, o'tkashga yo'q ekan deb aytmasin deb keldi. To'ppa-to'g'ri. Qani ketdi. Barsan o'rtoq. To'ylamor bo'lsin. Rahmat. Menga qaralaring, ustidan kulyapsanlarmi? Nima mebel do'koniga chaqirdilaring? Sani bekordan bekor chaqirmadi o'rtoq. Gapir o'zing. Uylanish kerak. Bunaqa yuravermasdan tez-tez harakat qilib. Sani mebelingni olgan uylantiraylik, mashqqa chaqirdi u. Mebeldan ko'r, yur. O'zi o'rtog'im uylantiramiz deb ishonasizmi aka? Mana Gagarin ko'chada borib, oyoqlarimiz yirtilib ketdi-da, borib. Yo'q. Ha, cho'tcha qilib bering, menga qarang aka, bu materiallari qanaqa o'zi? Sifati zo'r aka. Rossiya kompaniyani Ascona degan brendi bor.